Bolalar ham maza qiladi. Ustalar o'z kanalidan kelishdi aka. Ataylar go'shtga kelishdi akamiz. Aka? Nima deb qo'ying? Keloveradilar. Haqiqiy maza qilib deydi. Ayniqsa ota-onalar ham tinmasdan duo qiladi deganlarga. Bolalar ham maza qiladi. Ustalar o'z kanalidan kelishdi aka. O'zimga olyapman, boshqalarga ham tavsiya qilaveraman. Go'sht yegandan keyin boshqacha yarayapmiz. Aziz o'g'il. Kelaverasiz aka. Qachon so'msalarimiz ertalab soat 6da, kalla pochalar ham 6da chiqadi aka. Ularni sepib o'rayapti, mana bu. Bu aka zo'r bo'ladi aka. Buni ham sizga ko'rib qolyapti. Ha, nima qilsa? Bundan bo'ladi. Shundan yo'q aka.